Bir odam vodiyda yakka o'zi ishlab, bu yoq qilib yurgan ekan, shayton shu odamni bir kun shu sherik bo'laychi, namoz o'qisa namozidan qaytaraman, namozini buzaman, Qur'on o'qisa Qur'onida adashtiraman desa, erta sahar turib bomdodda o'qimabdi. Peshinni ham o'qimabdi. Asrni o'qimabdi, shomni o'qimabdi, xuftonni o'qimabdi, biron marta zikrulloh qilmabdi. Kechqurun shayton aytdi: "Yo Alloh, mendan ham battar mal'unlar bor ekan. Men Allohning bitta buyrug'ini bajarmay mal'un bo'ldim. Sen shu bugunning ichida 5 ta buyruqni bajarmading. Xudo senga bir baloni beradi, shuni balosiga men ham giribtor bo'lmay ketdim sendan hazar" deb shayton qochib ketgan ekan. Bir kun benamozdan. Bilasizmi? Bir kun 5 vaqt namoz farz, shuni ado qilmagan odam bemalol shayton bitta buyruqni bajarmay mal'un bo'ldi. Benamoz odam bir kuni 5 tasini bajarmaydi. Bir kuni bu aniq Xudoning qahriga yo'liqishi. Shayton qochib ketdi odamdan. Yo Alloh, shayton qochgan odamlar bilan gaplashib og'ayni bu yuramiz. Parvardigor, o'zing insof topib ber hammasiga.